uyga ishlatgani motoblok olaman deb yurgan akalarimiz uchun mini kultivatsiya apparatlarimizni yangi partiyalarini olib kelib qo'ydik akalar. Endilikda bizi do'konlarimizdan kelib, e'tibor bering, 18 kilogramli varianti. Ikkinchida turgan mini kultivatorlarimiz esa 20 kiloli variant akalar. Uchinchidagi mini kultivator apparatimiz eng moshnisi hisoblanadi. Benziniga avto qo'shilmaydigan karterli variantlaridan 23 kilogramli variantlar akalar. Bulardan ham tashqari akalar, hozirgi paytda ot kuchi 7 ot kuchli bo'lgan original mini kultivatorlarimizni assortimentlarini olib kelib qo'ydik va bu mini kultivatsiya apparatlarini olib nima ishlar qilish mumkin o'zi degan akalarimiz uchun videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bularda ishlash jarayonlari to'liqroq obzorlarini tanishtirib o'tamiz akalar. Hozirgi paytda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. Bizning do'konlarimizdan kelib, mana shu turdagi mini kultivatsiya apparatlarni olganingiz uchun mana shunday joyga oladiganlari atrofda hali ham pulga sotilyapti, lekin biz sizga buni mini kultivatsiya apparat olganingiz uchun bonus sifatida tekinga qo'shib beramiz akalar. Bo'lmasam akalar, birma-bir ma'lumotlarni tanishtirishni boshlaymiz. Faqatgina mana shunday agat oladiganlarni bonusga olish uchun videoga like bosib, kommentariyada omad yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib, mana shu turdagi mini kultivatsiya apparatlaridan birini olganingiz uchun bonus sifatida tekinga qo'shib beramiz akalar. Xo'p, mini kultivatsiya apparatlarimizni ma'lumotini tanishtirishni boshlaymiz. Birinchida turgan mini kultivator apparatimiz oddiy o'tiradigan kasilka motor hisoblanadi. Yurgizish joylari zavodnoy orqali yuradi. Yoqilg'i turi benzinli bo'lib, soatiga 250 gram benzin rasxod qiladi. Bu mini kultivatsiya apparatimizni e'tibor beringlar, benziniga litriga 35-40 gramgacha avtol qo'shib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Aytib o'tganimda 3 ot kuchli bo'lganligi uchun 2 soti, 5 soti, 10 sotigacha bo'lgan yer maydonlarga olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu degani shahar joylarda, territoriyalarda, agar daroshkalarda bemalol kultivatsiya qilib, yerlarni ag'darib ishlatishlaringiz mumkin. Bu mini kultivatsiya apparatimizni yurgizib ishlatib olganingizdan keyin bular o'zi avtomatik yurish funksiyasi bor akalar. Gazni qo'shganingiz hisobiga, оборот hisobiga ishlaydi. Bu mini kultivatsiya apparatimizda frezalari ham 4 qatorli qilib ishlangan bo'ladi. Reduktorlari kichikroq varianti bo'ladi. Bular yordamida aytib o'tganimda 45 sm, 50 sm joylarda yerlarda haydab agatlarini olib ishlatishlaringiz mumkin. Bu 3 ot kuchli varianti, 18 kilogramli varianti bo'ladi. Agarda sizga bundan ko'ra salgina baquvvatroq, benziniga avtol qo'shiladigan, yaxshiroq variantni olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 5 ot kuchli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu 5 ot kuchli variantlarini og'irliklari 20 kilogramli qilib ishlangan, bemalol ko'tarib ham xohlagan joyingizga olib ketishingiz mumkin. Bu mini kultivatsiya apparatimizni motorlari kattaroq, oddiy kaselka motoriga nisbatan kattaroq motorlardan ishlangan. 44 ga 5 motor. Benzin baklari 2 litrli benzin baklaridan qo'yilgan. Benziniga litriga 35-40 gramgacha avto qo'shib ishlatiladi. Yurgizish joylari bularda ham zavodnoy orqali yuradi. Bu tomondan chiqqanlari vozdухni filtri bo'ladi akalar. Havoni mana shu yerdan oladi. Undan tashqari bu motoblogimizda reduktor qismlari kattaroq reduktorlardan qo'yilgan. Bularga solidor solib ishlatiladi. Pichoqlari ham 4 qatorli pichoqlardan ishlangan bo'ladi. Bu mini kultivatsiya apparatimiz soatiga 150 gramdan boshlab 200 gramgacha benzin rasxod qiladi. Ekonomikligi tomonlama ham 3 ot kuchliga nisbatan anchagina ekonomik bo'ladi. Karburatorlari ham yaxshiroq variant hisoblanadi. Bularni boshqarish uchun orqasiga ballonlarni olib qo'yib, orqasida o'zini stoykalari bo'ladi. Stoykalarni qo'yib boshqarishlaringiz mumkin. Bu 5 ot kuchli benziniga avtol qo'shiladigan varianti. Agarda bundan ham moshniroq, baquvvatroq variantini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi paytda bizning do'konlarimizda karterli variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Og'irliklari 23 kilogramli qilib ishlangan. Bu mini kultivatorlarimizni eng moshnisi bo'ladi akalar.
Bu mini kultivatorlarimizda benzinini toza benzin quyib ishlataverasiz. Benzinga avtol qo'shilmaydi. Kartiraga 250 gram mana shu yerdan yog' quyib ishlatiladi. Kartirdagi yog'ni har 5 litr, 10 litr benzindan keyin tezda almashtirib turish kerak bo'ladi. Bularni ham reduktorlariga salidor solib ishlatiladi akalar. Reduktorlarni ham kattaliklariga o'zlaringiz bitta ahamiyat berasizlar. Frezalari bularda ham 4 qatorli 40, 50, 60, 70 agat oralarni kultivatsiya qilishda va yerlarni haydash uchun olib foydalanishlaringiz mumkin. Mini kultivatorimizni boshqarish juda ham qulay akalar. Balonlari ham katta balonlardan qo'yilgan. Bularda ham vozdухli filtrlari tepaga joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, yurishlari zavodnoy orqali. Boshqarish uchun juda ham qulay akalar. Bu mini kultivatsiya apparatimiz yordamida 10 sotik, 15 sotikgacha bo'lgan yer maydonlaringizni kultivatsiya qilishda, agatlarni olishda foydalanishlaringiz mumkin. Rollarini o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatishingiz ham bo'ladi. Bu mini kultivatsiya apparatlarimizni hozirgi paytda narxlari necha puldan bo'lyapti qiziqayotgan akalarimiz uchun hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 3 ot kuchli variantlarini narxlari 1 million 300 ming so'mdan boshlab 1 million 600 ming so'mgacha variantlari bor. Agarda sizga 5 ot kuchli variantini benziniga avtol qo'shiladigan variant kerak bo'lsa, bularimizni hozirgi paytda 2 million 200 ming so'mdan boshlab 2 million 800 ming so'mgacha variantlari bor. Agarda sizga mana shu turdagi benziniga avtol qo'shilmaydigan karterli moshinistdan kerak bo'lsa, bularimiz hozirgi paytda 2 million 500 ming so'mdan boshlab 3 million 300 ming so'mgacha original modellardan olishlaringiz mumkin. Bularda nimasida farq qiladi degan akalarimiz uchun oddiy mana shu pichoqni o'zida ham akalar oddiyroq pichoqli varianti bor, original pichoqli variantlari bor. Va reduktorlarning katta kichikligiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Aytib o'tganimda eng arzon modellari 1 million 300 dan 3 million 300 ming so'mgacha modellari bor, kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Kelganingizda mana shunday agat oladiganlarni ham bonus sifatida tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Bundan tashqari 7 ot kuchli modellaridan ham so'ragan akalarimiz uchun bulardan ham anchagina moshinaligi baquvvat qilib ishlangan 7 ot kuchli yoqilg'i turi benzinli modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularda akalar e'tibor beringlar. Frezalari bu yerda joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. Harakati через remen orqali reduktorlar ham katta reduktorlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Bu motoblogimizda soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladigan 170 motorlardan qo'yilgan vozdухli filtrlari maslanli bo'ladi. Agat oladiganlargacha komplekt holatda qo'shib beriladi. Bu apparatimizni ko'plab agatlarni orasini 1 gektar, 2 gektargacha kultivatsiya qiladigan akalarimiz olib foydalanishlaringiz mumkin. Mo'shliroq, baquvvatroq bo'lsin degan akalarimiz uchun mana shunday variantlarni komplekt holatda qilib beramiz. Agat oladiganlari frezalarini bemalol razmerlarini o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. 60-70 razmerlarga bemalol tushadi akalar. Bu mini kultivatorlarimiz hozirgi paytda 4,5 million so'mdan boshlab 6,5 milliongacha modellari bor. Bemalol kelib bulardan ham tanlab olishlaringiz mumkin. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar. Kimga mana shu turdagi mini kultivatsiya apparatlar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydim. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni akalar. Endi sizlar bilan bu mini kultivatsiya apparatimizni ishlash videosini ham ko'rib chiqamiz akalar. Bo'lmasam videomizni boshladik. Frezasini tashqarisidan tashqarisigacha 45 sm. Bu degani 60-70 agatlarga bemalol chopib qilib ishlab beradi. Ekinlaringizga hech qanaqa zarar yetmaydi. Tushuntirdik, o'zi minishni bir qator o'zim minib ko'rsatib beraman dedi.